Bilasanmi, nimaga sening qo'llaring hali ham ishmayapti? Chunki sen ularga mana bu 8 ta asosiy mashqni qilmayapsan. Bu yerda bo'sh gap yo'q, faqat to'liq kuch, zo'r berish va og'riq. Qani ketdik, yaxshilab e'tibor qil. Birinchisi, baland yotgan holda gantel bilan bitseps ko'tarish. Skameykada orqaga suyanib yot, qo'llar osilib tursin. To'liq cho'zil va yuqoriga qarab siq. 2. Baland yotgan holatda trisepsga gantel tushirish. O'sha skameykada qil, tirsaklar qimirlamasligi kerak. Pastga tushishni nazorat qil, yuqoriga esa portlab ko'tar. 3. Mashinada bitseps izolyatsiya mashqi. Bardan tort, faqat bitseps ishlasin. Har siqishda mushak yonib ketguncha qil. 4. Trenajyordagi mashq. Chuqur pastga tush, tepadan esa to'liq to'xtab siq. Trisepsni faqat shishirayotgan emas, shakllantirayotgandek bo'l. 5. Shina tayoq bilan keng ushlab bitseps ko'tarish. Formani toza ushla, sekin tushir. Nazorat bilan mushakka maksimal zarba ber. 6. Kabelda baland holatda trisepsni orqaga cho'z. 7. Arqonli triseps pastga tortish. Pastda arqonni keng och, siq, ushlab tur. Har harakatni his qil. 8. Baland kabelda qo'llarni yuqoriga ko'tarib bitseps mashqi. Qo'llar ko'tarilgan, yonuvni siq, to'xtash yo'q, faqat toza og'riq va yakun. Agar shularni hammasini bajara olgan bo'lsang, tabriklayman. Qo'llaring endi boshqa levelda o'sadi. Yanada ko'proq ma'lumot uchun Sportnex Telegram kanaliga obuna bo'l.